Qanaqa chiroyli yigit qalaysiz? Yixti, yinalarni ko'rsin. Shu mana qayerda bo'lsa mana shu qo'ymaydi, mana shu krasavchik, chiroyli bola, yog'ida bu yoqda deb. Rahmat. Yo'q, menga aytayapti u qiz aka. Basharangiz turishini qarang, siz qanaqa? O'ziga shapaqa bosganman aka, menga aytayapti. Menga aytdi. Rahmat singlim. Sizga emas, menga aytdi. Siz uylangan bo'lsangiz, farzandli, oilali bo'lsangiz, undan ko'ra qo'ying aka, mana bu narsani farzandlaringizga olib keling, qizlarga qaraysiz. Lekin bunchalik darajada sotish shart emas edi. Xayolingiz bir buzuq bolasizda, mana qarang. Mana Anjan do'ppini kiying aka, sizga yarashadi. Katta chupa-chups jiyanlarga. Jiyanlarimga to'g'ri aytyapsiz. Qo'llarimni mana kichkina chupa-chupsliga aka. Mana top to'yliga aka. O'rdakchaligiga yo ichida mana to'la ekansan. To'la deveradi, ko'rdim. Bir xalta arkansidan 4 tana soq kelgan. Kattaga xaltaga. Siz Samarqandlisiz? Samarqanddanman. Samarqandliklar birinchi bo'ldi. Kecha 2 fura ketgan. Yo'q-a? Ha, Samarqandliklar birinchi bo'lib turibdi. Har doim birinchi bo'lgan. Qolgan viloyatda dilerlar hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar mana shu raqamlarga murojaat qilsanglar bo'laveradi aka. Aka rahmat sizga. Eshitib xursand bo'ldi, ko'rib xursand bo'ldi. Kattaga rahmat. Hamkorlar tezlashtiringiz. Uylanganingizni aytib qo'ydim. Jiyan deb kelishdik-ku. Ha, jiyan. Ha, jiyanlarga rahmat katta. Berasiz, 40 tashlanadi. Katta rahmat. Rahmat aka. To'yismi? To'yis. Mana shunaqa yozuvlar o'qiyman rostdan. Inglizcha yozib. Charchamaylar.